O'zgartirib tushuntirib bugun 1-iyul 2025-yil haftani seshanba kuni Ammo Qashqadaryoga Tizimlar Hafta boshqarmasi suv omborlaridan foydalanish bo'limi boshlig'i lavozimiga vakat lavozimi berilgandi. Argosdan o'tib hozir nomzodlar kelgan. Ushbu nomzodlarni suhbat asosida ishga qabul qilish bo'yicha mana komissiya a'zolari tuzilgan. Komissiya tarkibida hozir nomzodlarni chaqiramiz. Navbat kelishadi. Mana biletlar qo'yilgan. Konvertdan bilet tortib savollarga javob beradi va o'sha komissiya a'zolari belgilangan tartibda baholab umumlashtiriladi. Marhamat, nomzodlar chaqiring. Hasan, sen haqirib keling, ko'rinadi. Muzaffer aka o'zi tanishtirib, bilet olib boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli komissiyalarimiz. Men Jo'ra Muzaffar Namozovich. Bilet tanlab Bo'lmaydi. ikkinchi bilet aka Muzaffer aka. 4-bilet. O'zbekiston Respublikasining Texnik baland o'qib, javobdan balandroq berasiz, sababi eshitilishi kerak. Zapis ketadi, nimaga joylaganda. O'zbekiston Respublikasining Gidrotexnik inshootlar xavfsizligi to'g'risidagi qonuni qachon qabul qilingan, nechta moddasi bor? O'zbekiston Respublikasi Gidrotexnik inshootlar xavfsizligi to'g'risidagi qonun 1999-yilda qabul qilinib, 2023-yil 30-avgustda qaytadan qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ikkinchi savol, 1 metr kub beton tarkibiga qanaqa qurilish materiallari kiradi? 1 metr kub beton tarkibiga 150 markali sement bo'lsa, 280-300 kg sement, 800-1000 kg shag'al, 400-600 kg qurma. Agar 200 markali sement bo'lsa, 310-330 kg sement, 600-800 kg shag'al, 300-500 kg qum kiradi. Hozir kamchiligimizni aytib ketaveramizmi yo keyin Oxirida qo'shimcha savolni, ya'ni suv ombordagi teskari filtrlar vazifalari nimalardan iborat? To'rtinchi savol. Gidrotexnik inshootlarni konservatsiyalash to'g'risida aytib bering. Gidrotexnik inshootlarni konservatsiyalash vaqtincha ishlamay turgan inshootlar tegishli hujjatlar rasmiylashtirib vaqtincha konservatsiyalab turiladi. Zarurat bo'lganda yana qaytadan. Masalan, bizda misol qilib aytsam bo'laveradi. Masalan, mana hammani xabar bor. Masalan, Mirak nasos stansiyasi misol. Nasos stansiya 2004-yildan ishlamagandi. Mana zarurat bo'ldi. Mana 2022-yilda yana qayta nima qilindi. Shunday vaqtincha kerakli hujjatlar rasmiylashtirib turganida nasos hamma narsalari tegishli tartibda texnik xizmat ko'rsatib, yana qayta ishlatib. Zatvorlar nima uchun xizmat qiladi va shu to'g'risida tushuntirib bering. Zatvorlar asosiy suvni ochish, yopish Marhamat, mana shu savollar 5 ta savol berdi. 5 savolga nomzod Namozovich javob berdilar. Shunga qaysi bir kamchilik bo'lgan bo'lsa, birdan pulda kelishadi. ikkinchi savolga. 1 metr kub beton tarkibiga. Shunga siz to'liq javob bermadingiz. Nima kamchiligingizni o'zingiz bildingizmi? 1 metr kub beton tarkibiga qanaqa qurilish materiallari kiradi? 1 metr kub beton tarkibiga agar 150 markali sement bo'lsa, 280-300 kg sement, 800-1000 kg shag'al, 400-600 kg qum kiradi. 200 markali sement bo'lsa, yana nima kiradi? Uni tushunmay bo'lmaydi. Suv. Aytmadingiz shuni.
Bosh javobga o'sha bilan aytmadi. suv kiradi. Buzuvga yaxshi nima qilyapti, To'g'ri, to'g'ri. suv kiradi hammasiga. Chunki men aytmadingiz shu. Yana suv kiradi. Buzuvgadan ikkinchi savolga men shunaqa e'tiroz bo'ldi, to'g'ri. Yana kimda qanaqa savollar? Birinchi savolingizga nechta moddadan iborat degan joyga aytmay ketdingiz. 34 ta moddadan iborat u. 34 ta modda. Keyin 4-savolga gidrotexnik inshootlarni konversatsiyalash to'g'risida aytib bering degan savolga to'liq javob berolmadim. Konservatsiya deb gapirdim. Konservatsiya. Konversatsiyalash. To'liq javob bera olmadingiz menga. Keyin zatvorlar to'g'risida ham to'liq javob bera olmadingiz. Shu zatvorlarda kelgan savol qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Mana siz aytyapsizki, zatvor faqat suvni ochib yopish uchun. yopish. Buni boshqa vazifasi yo'qmi? Nima kerak bo'ladi? Masalan, zatvor tursa, quruq ochib yopsang, suvni ochib yopgan nima kerak? Siz o'tib ketuvchi hozir. Nima vazifa bajaradi? Endi masalan, suv omborlarida asosiy ochish, yopish, to'plash. Suv omborda deyotgan yo'q. Yo'q, men endi misol deb aytyapman. Endi nima bilayman bu zafarga? Zatvor faqat ochib yopishni bajarmaydi. Mana yopganda o'sha suvni yopib, pat-pat ko'tarib, ikki tomondagi yana atroflarga suv chiqarib berish uchun ham xizmat qiladi-ku. Faqat ochib yopish uchun emas. Suv boshqa to'plash, suv yo'nalishi taqsimlash, o'shanga taqsimlashga, o'shanga gozlarni ko'tarib, suv chiqarib berishga ham xizmat qiladi. Ana bu kamchilik, buni ham aytmadingiz, kamchiligi. Faqat ochib yopish endi taqsimlash hammasi uchun. o'shanaqa. Ko'tarib shunaqa. Shalabot qiladi. Ya shoshilmang. Asosiy suv omborlar bo'limi, hozir nasib bo'lsa bu bo'lim ishga tushadigan bo'lsa, asosiy Murod Ahmedov bilan birga ishlaydi. Bu bo'limda mana yopiq qaror bilan suv omborlarimizga nima deydi, rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilyapti-da. Endi bo'limda asosan o'sha loyiha smeta hujjatlarini shakllantirish, ularni nazorat qilish asosiy bo'limimiz bo'ladi. Mana shu misol bitta suv omborni oladigan bo'lsak, rekonstruksiya qilish ishlarini boshlash uchun u qanday o'zi amaldagi qonunchilik bilan qanaqa tartibda bosqichma-bosqich aytib o'tchi. Asosan sizlar shu hujjat bilan ishlayapsizlar ertaga. Qaysi hujjatlar shakllantiriladi, qaysi hujjatlar bilan ular nazorat olib boriladi, misol monitoring qilinadi. Shular bo'yicha bir birinchi masalan obyektni texnik parametrlari to'liq o'rganib chiqiladi. Obyektni to'liq texnik parametrlari o'rgangandan keyin uni dastlabki loyiha hujjatlari qilinadi. Shu loyiha hujjatlari jarayonida uni masalan nuqsonli dalolatnomada hamma nimalar birma-bir ko'rsatiladi. Shu loyiha jarayonida to'liq hammasi chiqib keladi. Masalan, nima, qaysi obyektda, qayerda mana bunaqa nuqsoni bor. birinchi o'rinda prezidentimizning qarori yoki Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan mablag' ajratildi, to'g'rimi? O'sha mablag'gacha bo'lgan jarayonda o'zidan-o'zi hosil bo'lmaydi. Masalan, 5 milliard so'm bitta suv omborni deylik zatvorni rekonstruksiya qilish, suv chiqish kanalini betonlashtirish uchun ajratildi. O'sha 5 milliard qanaqa 5 milliardgacha bo'lgan qanaqa ishlar amalga oshdi? O'sha 5 milliardni o'zlashtirish uchun nima ishlar amalga oshdi? Endi hozirgi bilmadim. Endi masalan men ishlagan davrimizda qilganmiz. Masalan, loyiha hujjatlari boshlanguncha to'liq masalan nuqsonli dalolatnoma nima qilib shu jarayonda annotatsiya hujjatlari hammasi qilinadi. To'liq annotatsiya hujjatlari qilinadi. Shunda to'liq masalan prezentatsiya qilib hammasiga hujjatlar ko'rsatadi. Hamma hujjatlar ko'rsatilgandan keyin masalan vazir, endi hozirgi bilmayman tartibni, endi o'sha davrda keyin vazirlikka to'liq taqdimot bo'ladi. Vazirlik taqdimot bo'lgandan keyin Vazirlar Mahkamasiga keyin tiyoq hujjatlari to'liq bo'lgandan keyin shunga keyin masalan yo keyingi yilda bo'layotgan dasturga yo bo'lmasa Vazirlar Mahkamasining yo prezident bironta qaroriga kiritiladi. Muzaffar aka, mana hozir respublika byudjet mablag'lari hisobidan viloyatimizda suv omborlarida ham qurilish, rekonstruksiya ishlari olib borilyapti-da. Shu qaysi qarorga asosan, qaysi suv omborlarda shunaqa qurilish, rekonstruksiya ishlari olib borilyapti? Qarorning nomida aniq aytildi, lekin 2022-yilda yopiq qaror bo'yicha ishlar boshlandi. 2022-yilda. Shuni yopiq qaror nima qilib
Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5-oktyabrdagi maxsus sonli qaroriga asosan viloyatimizda 4 ta suv omborida qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirish boshlangan. Bugungi kunda Pachkamor, Qorabog', Chimqo'rg'on. Talimarjon suv omborlarida qurilish rekonstruksiya ishlari tugatilgan. Chimqo'rg'on suv omborida hozirgi kungacha o'sha bosqichma-bosqich katastrofический сброс deydi, ya'ni o'sha inshoot, favqulodda suv tashlash inshootini qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirib berilmoqda. Hozir mana suv omborlarida asosan mana shu nimalarga e'tibor beriladi? Byudjetdan ajratilgan mablag'lar hisobiga qanaqa chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Endi ko'proq suv omborlarida xavfsiz ishlash to'g'risida ko'proq nima qilinadi? Masalan, O'sha qanaqa ishlar amalga oshiriladi? Xavfsiz ishlash. ko'proq to'g'onda, masalan, bilganim Chimqo'rg'onda ham bo'ldi, Pachkamarda ham ko'proq to'g'onda mustahkamlash ishlari nima qilindi. Keyin pizometrlar, masalan, qayta rekonstruksiya, ta'mirlash ishlari bajarildi. To'liq nima deydi? Aniq to'liq javob bera olasizmi? Yo nima desam? Qochirib nima Ya, bo'ladi? qochilma, endi bilganimda aytaman, endi to'g'risi men qurilishda ichida nima qilmaganman. Hozir bu bo'limda asosan qurilish bilan ishlayapsiz-da, shuncha Ya, aytaman. endi Bo'lim ichida boshlig'i bo'lgandan keyin kirmaganim uchun aytyapman. Masalan, endi bilganim, masalan, o'sha payti yopiq qarorda ham haqiqatan o'zimiz ishlaganmiz. 21-yil 5-oktyabrda edi, 22. O'shanda masalan Saidmurod aka bilan viloyatda nimasini o'zimiz shakllantirganmiz hujjatlar. Haqiqatan mablag'ini olishda masalan ancha qiyinchiliklar bo'ldi. Murod o'zi biladi. Masalan, viloyat moliyadan ancha qiyinchilik bilan so'mbillar boshliqlarni chaqirib, shu yerda masalan haftalab turib o'zimiz shakllantirganmiz uni. Shu aytadigan mahalliy byudjet qismida. Mahalliy byudjet qismida aniq. Aytadigan respublika byudjeti qismi. Mahalliy byudjetda ancha qiyinchiliklar bo'lib, shunda asosiy biza ko'proq shu to'g'onni mustahkamligi, masalan shunda pizometrlarni hammasini kelgusida masalan yaxshi ishlash uchun hammasini rekonstruksiya ta'minlash ishlarini ko'proq. Endi hozirgi kunda bo'lim boshlig'i ham umuman vazirimiz Qashqadaryoga kelganlarida oldin o'z davringizda ham berilgan bu savol, bilsangiz kerak menimcha. Kanallar bo'yicha asosiy nechta gidravlik elementi bor, shularni aytib bering. Shavkat Rahimovich kelsalar, postoyanno misol havza rahbari ham suv yetkazib berish xizmati ham hammadan so'raydigan eng asosiy savollardan bittasi. Kanal nechta gidravlik elementi bor? Ertaga misol suv omboridan xohlaymiz yo'qmi chiquvchi kanali bor. Hamma kanallarda betonlashtirish ishlari bo'ladi. Misol uchun Qo'rg'ondan chiqadigan kanalda ham tushgan. Ertaga kim tutadigan bo'lsa, shu bo'lim borib mana shu gidravlik elementlar ham asosiy rol o'ynaydi-da. Nafaqat buyurtmachi, pudratchini ishini ham borib joyida o'rganib, tahlil qilib, muhokama qilib kelish kerak-da joydagi holat bo'yicha. Kanalda gidravlik elementlariga asosan Atkos Haskibiyev to'g'ri yodimdan. Mayli. Trapetsiya shakldagi kanal jonli kesim yuzasi qanday topiladi? Muzaffar aka. Oddiy trapetsiya eng asosiy misol hamma respublika bo'yicha trapetsiya shaklda hamma kanalimiz yuzasi. Shuni jonli kesim yuzasi qanday topiladi? Esdalik A+1 taqib bo'lingan 2 mi? Yo'q, mendan so'ramaylik, konkret misol o'sha formulasini mayli ayting, birdan Yodimdan izoh berib ketish kerak. yodimdan endi agar to'g'ri bo'lsa esdalik Bu endi A+1 bo'lingan 2 agar adashmasam. kimda yana qo'shimcha savollar bor? Barcha qo'shimcha savollar normal bo'ldi. Shu keyingi Endi nomzodga bu ko'ra qo'shimcha savolim qanaqa? Mana shu bo'limga tegishli savollar. tegishli siyosiy Hech qanaqa bir ertaga ishlanadigan savol. Mayli, bitta oxirgi savolim bor agar oxirgi deb hisoblasanglar, har yili hurmatli prezidentimiz yillarimizga bir nom beradi. 21-yilda nima deb nomlaganlar?
Tashkilot qilsa hamma joyga olgan turadi. Sizda bo'lsa kerak, siz esda turadi. 2025-yil yashil iqtisodiyot va institut xo'jaligida nasoslar samaradorligini oshirish yili deb e'lon qilgan. Ha, yo'q, endi prezidentimizdan oladi. 2025 Tashabbuslar bilan e'lon qilinadigan yil. hozir yodimdan chiqdi. 2025-yil yashil to'g'risi azizlar. Yaqin keldingiz, mayli, to'ldirib ketaman, to'liq javob berolmadingiz deb aytish mumkin. Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili. bekordan bekorga hamma joyda panelni o'rnatinglar, yashil energiya, yashil iqtisodiyot deb bekor aytiladi. Muzaffar aka, sizda savollaringiz uchun rahmat, javoblaringiz uchun ham rahmat. Sizda shaxsiy kabinetingizga e'lon qilamiz, beramiz. Javob kiritiladi, olasiz. Komissiya tarkibi savollarga e'tiroz yo'qmi, Muzaffar aka? Yo'q. Komissiya tarkibiga nomingiz yo'qmi? Nima bo'lsa keyingi nomzod aytasiz. Keyingi nomzodda shuni aytasiz, kirsa. Biz nima qo'yamiz? Translasiya Hozir belgilab qo'ying, keyin yozib bering. Yozib qo'ying, almashtirib qilaveradi. Assalomu alaykum. Keling aka. Mana olib qo'ying, men javob berdim. javob beradi. O'zingiz tanishtirib, O'zizga qisqagina tanishtirib, balandroq aytasiz, chunki YouTube'ga joylashtiriladi. Siroj Botamurod, Ilojsiz balandroq eshitdim. Siroj Botamurod Normurodovich Qarshi tumanida tug'ilganman. 1980-yilda. Aka bilet tanlangda. Normurodovich dedingiz, a? Ha, shunday. Surojov Otamurod Normurodovich. Nechinchi bilet? Balandroq. Bilet nomi. 3-raqamli bilet. Bitta savol, bitta javob, bitta savol, bitta javob ketaveradi. Marhamat. Nima degan bu? Yagona davlat suv fondi. O'zingizda nimani tushunasiz? Agar Otamurod aka bilsangiz, birdan ayting, bilmasangiz to'g'risi vaqt olmaylikda, tez-tez gaplashib nima qilamiz? Tushunishim bo'yicha nima suv O'zbekiston boyligi o'zi nimasi? Hisobdagi yagona davlat suv fondi. Zaxirada yig'ilgan suvlar, mavjud bo'lgan suvlar tushundim. Keyingi savolga o'ting. Suv omborlarida nazorat o'lchov asboblari turini sanab bering. Yo'q. Ikkinchi savol. Suv omborlaridagi teskari filtrlar vazifalari nimalardan iborat? Filtrlar suvni tozalashdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining suvga doir munosabatlarni tartibga solish sohasidagi vakolatlari haqida gapirib bering. Oliy Majlis Uchinchi biletmi? 4. 3. Ha, bilet uchun. 4. Ya, to'rtinchi. Oliy Majlis O'zbekiston Oliy Majlisi suvga doir qarorlarni tasdiqlanadi va ijroga qaratadi. Ularning ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish mumkin. Beshinchi savol. Suv omborlar qanaqa me'yoriy hujjatga asosan ishlatiladi? Qaysi tashkilot tasdiqlaydi? Kim bilan kelishiladi? Suv omborlari davlat ro'yxatidan
mana o'tkazilib, ular suv saqlash, yig'ib turish maqsadida ishlatiladi. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. Otamurod aka, bular endi o'zingizdan bildingiz, bir konkretniy javob berolmaysiz aka. Yangi sohada ishlab Sizga ko'rmaganman, ha, to'g'risi. sohada ishlamagansiz. Yo'q, yangi endi. Yo'nalishga institut yo'nalishga yangi Bu- ishlab ko'rmoqchiman. Bu bo'limimiz nima deydi? Eng ish qizg'in, mas'uliyatli bo'lim. Ha, Shuning uchun asosiy mayli nimalardan beraman? Savol. Sohada ishlamagan bo'lsangiz ham yurgansiz, ko'rgansiz. O'qituvchimisiz hozir? yo'q. Ishlamayman. Ha, yo'q, o'qiysizmi qanaqa? Oldin qayerda ishlagansiz? Oldin hokimiyat tizimida yer resurslarida 2 yil ishlaganman. Yer resurslarida ishlasangiz, bo'lmasa bilsangiz kerak deb o'ylayman. Mana shu viloyat ichidagi kanallar asosan qanaqa shaklda bo'ladi? Biz kanallar, suv xo'jaligi obyektlari. Shakli deb qanaqa shaklda? Geometriyadan shakllar bo'ladi, dumaloq, aylana, to'lqincha, shunga o'xshash. Kelmayapti. Trapetsiya deydi, keyin nima deydi? Figuralarda. Ha, ko'rinishida o'shanman. Kanal. Trapetsiya shakli. Yo, deylik demangda, siz konkret javob beringda. U misol aka, siz bo'lim boshlig'i Endi ertaga har xil qabul qilinadigan bo'lsa, siz bo'lim boshlig'i sifatida biz suv omborlarida amalga oshirayotgan ishlarni nafaqat buyurtmachi, pudrachi tomonidan ham to'g'ri bajarilyaptimi, loyiha bo'yichami? Borib uni ko'rasiz, o'qiz o'rganasiz, taklif berasiz ertaga. Hukumatimizga siz bergan taklifga asosan tegishli mutaxassislar o'rganib chiqib, ertaga hukumatga ham taklif kiritiladi-da. Siz bizga konkret, masalan, viloyatdagi, umuman respublika bo'yicha o'zi asosiy kanallar shunaqa shaklda bo'ladi. Jonlik ismi yuzasiz mana shunaqa topiladi deb konkret aytishingiz kerak-da. Ha, eng mayli bunga to'liq konkret javob bera olmayman. Eng bir sohaga qiziqadigan bo'lsa, suv omborlari bo'yicha o'qigandirsiz, balkim o'z Qashqadaryoda nechta suv omborlar bor ekan, qiziqib ko'rdingizmi yo'qmi? Qashqadaryo qiziq ko'rdim. Suv omborlari hozir bilishimcha 13 ta. Eng kattasi Ulardan eng yiriki Talimarjon suv ombori. Eng yiriki. Qancha ekan suv yig'ish hajmi shu? Eng yirik deganingiz. 1525. yo, ming master balki. Milliondir shu. 1 million. Otamurod aka, bo'lmasa komissiya tarkibidan berilgan savollardan e'tirozingiz yo'qmi aka? Yo'q. Endi sizdan keyingi nimalarni ham vaqtini olmaylik. Birdan qisqa aniq. Shaxsiy kabinetingizga xabar yetkaziladi, beriladi. Mayli, bermoqchi bo'ldim. Keyingi nomzodlar kirsin. Qaysi bilet olasiz? Yo'q, o'sha ochgansiz shumi? Olib qo'yaylik-da, chunki boshqa nima kirganmi? Akajon, turing 10 minut, hozir komissiya turibdi-da. Turing hozir. Hozir yig'ilish tugatib olaylik. Keyingisi ochildi. Aka keling. Balandroq ovozda o'zingizni tanishtiring, mana qolgan biletlardan o'zingizni tanlab o'tirib, bemalol baland savollarga javob bering. Eshitilish kerak, mikrofonni o'zingizni tanishtiring. Familiyam Ochilov G'anisher Murodillo o'g'li. Tanlang biletingiz. Bilet raqamini aytib, G'anisher Murodillo o'g'li. bilet nomerlarini benim bilet Ikkinchi bilet. Ikkinchi bilet. Balandroq savolni o'qingni boshlang. Gidrotexnika inshootlarining
xavfsizligi deganda nimaga aytiladi? Nima aytiladi? Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi deganda o'sha ana bu nasos stansiyalarini xavfsizligi deb tushuniladi. Nasos stansiyalarining xavfsizligi bu ana bu nima deydi? Nasos qo'yilganda atrofdan keladigan nimalar xavfsizligini Uzr, hozir gapingizga sal tushuncha berib keting. Faqat nasos stansiyalarigami, boshqa yo'qmi? yo gidrotexnika kanallar misol uchun shu. Faqat nasos stansiya deyapsiz-da endi. Yo nasoslar kanallarda ham xavfsizligi mana bu xavfsizligini ta'minlash kanallar nimalar. Mo'jon, mana shu Murodullo, agar savolingizga aniq javob bo'lsa, savollarga javobim quyidagicha deb ayting. Yo bo'lsa hali tayyor emasdim yoki tayyor emasman deb keyingiga o'tib ketavering. O'zingizni qiynamang. Suvga egalik deganda nimani? Ikkinchi savolmi? Ikkinchi savol. Bo'ldi. Suvga egalik deganda nimani tushunasiz? Kimlar egalik qiladi? Suvga egalik deganda shu suv xo'jaligi tashkilotlarining suvga egalik qilishi, suvni boshqarishi, taqsimlashi deb tushuniladi. Muhofazasi. Endi misol uchun har xil nimalardan suvga egalik qilib, uni misol uchun to'g'ri nimalarga ishlatilishini ta'minlash. Ta'minlash deb tushuniladi. Misol uchun faqat to'g'ri va oqilona foydalanish, suvga egalik qilish. Mana suvda egalik qilsam bo'ladimi yo'qmi? Suvga endi suv xo'jaligi idoralari, tashkilotlari shu biriktirilgan nimalar egalik qiladi-da. Uchinchi savol 1 metr kub beton tarkibiga qanaqa qurilish materiallari kiradi? Beton tarkibiga sement, qum, shag'al, suv shular kiradi. 1 metr kub deb hajmda beryapti. Siz hajmlarini ayting-da. Hajmlari endi 1 metr kubga markasiga qarab, sement markasiga qarab ishlatiladi. Misol uchun 1 metr kubga 200 kg, 250-300 kg sement. Qaysi masalan? Markagami? 150 markali sement bo'ladigan bo'lsa. Keyin shag'al. Qancha? 400 kg, misol uchun 300-400 kg shag'al ishlatiladi. Qum ishlatiladi. Qum ham 500 kg, 600 kg. Marka bermay qoldik hozir. Hech qaysi marka tortmay qoldik. Normativ emas, o'sha 150 marka deganda nima u? Izohlab beringchi, qancha masalan 1 kvadrati qanchadir yuk ko'taradi yoki 1000 kvadrat 150 markani izohlab bering. Mustahkamligini. Nimasi? Mustahkamlik. 150 marka ham o'z kelib chiqmaganda, buni o'zi misol 1 santimetr kvadratga qancha yuk ko'taraman 150 marka. Beton. Turganda 1 santimetr kvadratda o'sha qanchadir yukni hisobga olib 150 marka yoki 200 marka berilganda 150 markaga 1 santimetr kvadratda qancha yuk ko'taradi? 1 santimetr kvadratdan endi taxminan taxminan bilsangiz ayting, bilmasangiz shart emas. Keyingi savolga o'tamiz. Suv omborlari nima? 4-savol. Suv omborlari bu mana bu suvlarni yig'ish, saqlash uchun ishlatiladigan inshoot hisoblanadi. To'g'on bilan nima qilingan? Suvlarni yig'ib, ishini saqlash va o'sha kerakli paytda, misol uchun vegetatsiya davrida nimalarga ishlatish uchun suvlar yoki qanaqa nimalarni yig'ib o'ziga kerakli paytda ishlatish uchun suv omborlaridan foydalaniladi. To'g'onlar yordamida. Suvlar qanday, qayerdan chiqariladi? Nima bilan chiqariladi? To'g'onda yig'ilgandan, to'g'onda chiqariladi yo'q. Qanday
taqsimlab beriladi. Vegetatsiya davrida. Shu nimada balki shu suv omborlar o'zi nimalar bo'ladi-ku? Nima shu bo'lim boshlig'i, bo'lajak bo'lim boshlig'i uchun suhbat ketadi. Siz konkretniy javob berishingiz kerak. Bu nimadan chiqadi? Suv ombori osmondan chiqib ketadimi, yerdan chiqib ketadimi, yig'dek suv hop to'g'on ichida suv turibdi. Qanday vegetatsiya davrida masalan 10 kub suv ochilsin deb xabarnoma bor suv omboriga. Qanday qilib chiqarib beradi 10 kub suv? Shu o'zini darvozalar orqali Darvoza nima deyiladi u? suv inshootlari. Bizlar uyimizda yo siz bilan bizning darvozasi bilan bu qo'ygan bilan ancha dosh bermayapti, to'g'rimi? Endi gidrouzillar nimalar? Gidrouzil boshqa narsa. Suv omborlar darvoza. Gidrotexnika inshootlarining tasnifi haqida gapirib bering. Gidrotexnika inshootlariga gidrotexnikada foydalanadigan kanallar, suv omborlari, nimalar hammasi gidrotexnika inshootlariga kiradi. Nasoslar kiradi, agregatlar o'sha gidrotexnika inshootlariga kiradi. Viloyatda nechta suv ombori bor ekan? Qanchalarga? Viloyatda suv ombor 9 ta. Yo'q. Adashmasam yo'q, 9 ta. Sarak suv ombori, Ta'limotjon. Sonini ayting. Sonimi? Soni. Soni nechta? Hozir misol aniq konkret savol javob nima qilaylik? Endi suv omborlariga bo'lim boshlig'i bo'laman degan odam lekin bilish kerak sonni. Viloyatda nechta suv ombori bor? Uni qanaqa inshootlari bo'ladi? Mayli, suv omboridan chiqadigan suvni olib ketadigan kanallar bo'ladi, to'g'rimi? Shu kanal qanaqa shaklda bo'ladi? Kanallar har xil shakl, trapesiya shaklda bo'ladi asosiy. Ko'p kanallar endi qazilma kanallar bo'lishi mumkin, ko'tarma. O'sha trapesiya shakldagi kanal jonli kesim yuzasi qanday topiladi? Jonli kesim yuzasi? Jonli kesim yuzasi shu kanalda misol uchun u nimasiga bog'liqda, kanalda ham shunday o'tilgan. Shunday hozir Nishabligiga yo nimasiga, misol mana yopiqligiga xabarnomasiz chiqarizda 10 kub suv ochish ketdi, siz bordingiz suv omboriga monitoring qilishga bo'lim boshlig'i sifatida deylik. Bordingiz, suv ochilgan kanal. O'sha kanal suv sarfini siz o'lchashingiz kerak. O'shada bor. To'g'ri, haqiqatdan 10 kub ochilgan, 5 kub ochilgan, 15 kub ochilgan. Shuning uchun jonli kesim yuzani birinchi navbatda o'sha suv oqib o'tayotgan qismdagi jonli kesim yuzani topish talab qilinadi. Trapesiya shakl deylik, aytdingiz, trapesiya. Xo'p, trapesiya shakl bo'lsa, qanday topiladi shu jonli kesim yuzlari? Hamma u 7-sinfdan o'tiladi adashmasam, geometriya. Suv sarfi quv teng litr taqsim sekund. Jonli kesim yuzani. Jonli kesim yuzasi? Jonli kesim yuzasi suvni shu balandligi olinadi. Balandligi olinadi-da. Keyin suv balandligi, tezligi aniqlanadi. Kanalda shu qiyaligi aniqlanadi. Shu necha metrlik nimasi bo'lsa, shu o'rtasidan boshlab shu qiyaligini suvni nimasi, namlangan nimasigacha o'lchanib, o'shanday hisoblanadi-da. Balandligi, qiyaligi nima uchun kerak o'zi bizga u? Suvni shu o'tayotgan suvni nimasini hisoblash uchun-da. Suv sarfini, qancha suv litr suv o'tib ketyapti, qancha suv chiqib ketyapti, o'sha hisoblash uchun-da. Mana shu xonani hajmi qanday topiladi? Endi hajmi balandligi eniga ko'paytirilib. Tasavvur qiling, mana shu bitta hovuz hisoblaylik. To'lib suv solasiz. Qancha suv ketadi? Mana shu hajm topish uchun qanday hisoblanadi? Qo'shiladimi, ayradimi, ko'paytiradimi, bo'ladimi? Tushunarli. Aka, komissiya tarkibidan berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi? Rahmat akajon sizga. O'sha kommentingizga javob yozsam,
Bu qolaversin olib ketamiz. Yo, o'z bilan olib ketasiz, men biletga Obyektivganman, uni olib kelgan. konvertdan obyektivga chunki onlayn hammasi bizda ko'rinib turibdi, kadrimiz o'zini programmasida. Keyingi nimani aytaversangiz mutaxassis. Ikki kishi kelganmi? 4 kishi kelgan. O'zing u yoqdan o'tasiz, o'zingizni tanishtirib. Balandroq aka, ism familiyangizni aytib, biletdan. Daminov Ahmad Normurodovich. Daminov Ahmad. Normurodovich. Daminov Ahmad Normurodovich. Normurodovich. Ana shu dona qilmaydi. Tanlang. bilet. Bilet raqami savol. Raqam 5. Tayyormisiz? Doim boshlang. Davlat suv fondi degan nima tushunasiz? Nimada? Yagona davlat suv fondi deganda nima tushunasiz? Tushuncha ayting. Savollarga javobingiz bo'lsa, javobim quyidagicha deb ayting. Agar javobingiz bo'lmasa, javobga tayyor emasman desangiz ham bo'ladi. Keyingi savolga o'tib ketaveramiz. Keyingi savolga o'tib ketaverasiz. Birinchi savolga tayyor emasman. Zotvorlar nima uchun xizmat qiladi? Shu to'g'rida tushuntirib bering. Biz 5 ta savolga ham tayyor emasmiz. O'qib chiqdingizmi beshalasini? Rahmat sizga shunchalik tartibli ko'rsatgan uchun sizga rahmat. Mayli, shunday bo'lsa-da biz sizga qo'shimcha savollar beramiz mana shu yerda komissiya ishtirokchilari. Har bir inson nimada olib ketish kerak. Umidsizlik bilan chiqib ketmas kerak. Marhamat, savollarga. Qo'shimcha savollarni. Qayda ishlaysiz? Hozir men Qamashi 3-son Paltenikoda ishlayman. Kollejda. Eski kollej, kasb maktabi Paltenikoda. Ahmad aka, viloyatda nechta so'm? O'z umuman so'm bor, nechta so'm bor viloyatda? Qamashida nechta so'm bor? O'zi yashaydigan. O'zim Chimqo'rg'on so'm bor, yaqinda yashayman. Chimqo'rg'on so'm borni bilaman. Yana qanday so'm? Qamash so'm borni bilaman. Menga so'mlar bilasiz. Chimqo'rg'on so'm bormi, hajmini bilasizmi? Qancha suv yig'adi? Hajmi yo'q, yodim yo'q. Endi Undan tashqari mutaxassis qanaqadir ma'lumotingiz? birinchi mutaxassim suv xo'jaligi melioratsiya 2009-yilda o'tganman. Oliymi? Oliy, Toshkentda. Toshkent. Melioratsiyada o'tganman. Ikkinchisi moliya. 2014-yilda o'tganman. Marhamat, yana kimdan qandaydir qo'shimcha savol bormi? Boshqa savol yo'q. Agar komissiya tarkibiga e'tirozingiz, savollarga e'tiroz bo'lsa ekan. Savollarga yo komissiya tartibiga e'tiroz bo'lsa, marhamat chiqishingiz mumkin. Sizda shaxsiy kabinetingizga javob yuboriladi. Keyingi nomzodni aytaversangiz. Assalomu alaykum. Mumkin. O'tiringda o'zingizni tanishtirib, balandroq ism familiyangiz bilan. Qilib. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Jamberdiyev Jahongir Haqberdio'g'li, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. 2015-yilda Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutini bakalavr bosqichini tamomlaganman. Ismingiz nima? Haqberdi o'g'li. Va 2020
Bilet torting. Berdi u, ha. Belgisi bormi? Nechinchi bilet ekan Egamberdiyev? Birinchi bilet ekan. Bilasizmi? Marhamat, savollarga javob bering. Baland savollarni o'qing mana Jahongir aka. Mana mikrofon. Birinchi savol Eshitilishi kerak. O'zbekiston Respublikasining gidrotexnik inshootlari. Demak, gidrotexnik inshootlarga nimalar kiradi? Bular suv omborlar, daryolar, ko'llar, kanallar va kollektorlar, o'shalar gidrotexnik inshootlariga kiradi. Suv obyektlari to'liq kiradi. Suv xo'jaligi obyektlari hammasi gidrotexnik inshootlariga kiradi. Yagona davlat suv fondi deganda nimani tushunasiz? Demak, bu yerda suv fondi yerlariga soylar, jilg'alar, ko'llar, daryolar, suv omborlar, yer osti suvlari, yer usti suvlari va o'sha muzliklar o'shalarni Savoli nima edi? Ikkinchi yagona davlat suv fondi deganda nimani tushunasiz? Suvga bog'liq bo'lgan har qanday nima. Uchinchi savol. Uchinchi savol suv omborlari nazorat o'lchov asboblarini sanab bering deyapti. Demak, burada suv o'lchash asboblari pizometr, reper, shlim shulardan iborat. Marka. Keyingisi suv ombordagi teskari filtr vazifalari nimadan iborat? Demak, u filtrlarning vazifasi o'sha suv omboridan sizib ketadigan suvlarni o'z bosimi bilan chiqib ketishini va u yerdagi anovlarni zarrachalarni olib chiqib ketishini oldini olishdan iborat. Keyingisi gidrotexnik inshootlari xavfsizligi mezonlari va gidrotexnik inshootlari xavfsizligi asosida hujjat. Bu asosan bu gidrotexnik inshootlarni xavfsizlik deklaratsiyasi hujjat hisoblanadi. To'liq bilasizmi? Savolni javobini to'liq. Bu yerda gidrotexnik inshootlari holatining va ularning foydalanish sharoitlarining, gidrotexnik inshootlari avariyasi, xavfining yo'l qo'yilmasligini oldini oluvchi demak hujjat hisoblanadi. Gidrotexnik inshootlar xavfsizlik deklaratsiyasi. Jahongir, mana sizdan oldingi ishtirokchilar hammasiga deyarli shu savolni berdik. Sizga ham shu savolni beramiz. Chunki bo'lim bilan bog'liq bo'lgan savol. Viloyatdagi kanallarda asosiy, misol kanallarimiz, umuman hamma kanallar shakli qanaqa shaklda? Shu jonli kesim yuzasi qanday topiladi? Kanallar asosan trapesiya shaklda bo'ladi asosan. Ular jonli kesim yuzasi, ya'ni trapesiyani o'sha topish formulasi bor. Asosiy asoslarining yig'indisi, ya'ni dino va yuqori asosining yig'indisining yarmining balandlikka ko'paytmasiga teng. Ya'ni A plus B taqsim 2 ko'paygan H ga teng. Suv sarfi qanday topiladi? Suv sarfi o'sha kanalning kanal bo'ladigan bo'lsa agar kundalang kesim yuzasini vaqt birligi ichida oqib o'tgan suv miqdoriga o'sha suv sarfi deyiladi. Suv omborlar necha xil bo'ladi? Suv omborlar asosan ikki xil bo'ladi. Yana o'sha daryo o'zanida o'zanli va ikkinchisi quyilmali.
ya'ni u qandaydir kanal yoki bo'lmasa nasos orqali to'ldiriladi. Bir savolim bor edi, agar nima qilamiz. Marhamat qilib aytingchi, hurmatli nomzod. Buyuk mutafakkir deydi, butun hamma yer ko'kka ko'taradi, doim nima qiladi bahor payti boshlanishda. Shu Alisher Navoiy Hazrati bobomiz qachon tug'ilgan, qayerda tug'ilgan, shu haqida bir qisqacha ma'lumot berilasizmi? Buni menimcha butun o'zbek xalqi hammasi kecha soat 3 ga uyg'otsa biladigan ma'lumotlar bo'lsa kerak. Alisher Navoiy bobomiz Endi ishimizda ham shunaqa kerak bo'ladi-da, bitta faqat suvni bilishimiz emas, shunaqa bir nimalarni ham bilishimiz kerak bo'ladi. 1441-yilda tavallud topganlar. Hirotda tug'ilgan. Bo'ladi, shunchalik ham bilar ekansiz. Suv xo'jaligi xodimi shuncha bilibdi ham juda katta narsa bo'ladi yaxshi. Lekin yaxshi topdingiz. Yana kimda savol bor? Qo'shimcha. Hozirgi kunda mana viloyatimizda respublika byudjet mablag'lari hisobidan suv omborlarida qurilish va rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Shu qaysi qanaqangi bir qarormi, farmonmi, qaysi hujjatga asoslanadi? Bu Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-apreldagi qarori tasdiqlangan bo'lib, o'sha qaror nizomlariga asosan belgilangan. Ya'ni ular qanday tartibga amalga oshiriladi? O'sha nizomiga belgilab qo'yibdiki, ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tomonidan joyida o'sha obyekt o'rganiladi. O'rgangandan keyin uning birlamchi hujjatlari amalga oshiriladi. Ya'ni misol dalolatnomasi, annotatsiyasi, joylashuv xaritasi va o'shalar amalga oshirilib tasdiqlangandan keyin u viloyat tashkilotlari ko'rib chiqiladi. Xalq deputatlar kengashi ma'qullagandan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasi raisiyat yig'ilishi chiqadi va raisiyat yig'ilishida zakazchi aniqlanadi va zakazchi tomonidan zadaniyasi ishlab chiqiladi. Va zadaniyasi tanlovga qo'yiladi. Tanlov asosida loyihachisi aniqlanadi. Loyihachi aniqlangandan keyin loyihachi tomonidan loyiha smeta hujjatlari amalga oshiriladi. Loyiha smeta hujjatlari yana tanlovga qo'yiladi, shaffof qurilishga. Buyurtmachi tanlab olinadi. Buyurtmachi tomonidan qurilish ishlari amalga oshiriladi. Pudratchi tomonidan qurilish ishlari amalga oshiriladi. Buyurtmachi kim, pudratchi kim? Izoh bering ikkalasini vazifalari to'g'risida. Buyurtmachi ya'ni o'sha zakazchi hisoblanadi. Pudratchi o'sha qurilish ishlarini amalga oshirish uchun qurilish ishlarini amalga oshiradi. Buyurtmachi konkretni nima qilib ayting? Zakazchi ruschasi, buyurtmachi o'zbekchasi. Buyurtmachi. Yo, nima vazifani bajaradi? Buyurtmachi tomonidan mana tanlovga qo'yildi. Tanlov asosida loyihasi aniqlangan, loyihachisi loyiha ishlab chiqilgan. Buyurtmachi vazifalari misol qanaqa davlat organi deydimi hisoblanadi? Buyurtmachi o'sha agar suv xo'jaligi sohasida tegishli bo'ladigan bo'lsa, suv xo'jaligi davlat muassasasi hisoblanadi. Ya'ni u tomonidan o'sha qurilish ishlari muvofiqlashtirib boriladi. Buyurtmachi oddiy bitta fuqaro ham bo'lishi mumkin. Davlat tashkilot bo'lishi shart emas. Endi suv xo'jaligi sohasida bo'lgani uchun suv xo'jaligi. Ya endi sizga faqat buyurtmachi kim, bajaruvchi kim deyapti. Siz Oddiy qilib aytganda, misol buyurtmachi, mana shu narsani qilib ber deydi. Qilib bersang, mana shuncha pul beraman. Qiluvchi o'sha ishni qiladigan pulni oladi. Ya to'g'ri shunday deydi masalan. Mana buyurtmachi. Men qanday masalan o'zimga qaydan borib bo'lsa mana ishni qilganda buyuraveraman. Yo'q, buyurtmachini. Aytdim-ku hozir Vazirlar Mahkamasining o'sha raisiyati tomonidan buyurtmachi belgilanadi. Ya uni emas.
buyurtmachi degani buyurtmachini vazifasi direktor. Buyurtmachi o'ziga tanlovli bo'lgan inshoot yoki obyektda bajariladigan ishni bajaruvchi bilan kelishgan holda o'shanga buyurtma beradi. Ana shu buyurtmachini ishi. U buyurtmachi davlat tashkiloti yo oddiy farqi yo'q. Sizga shunday savol beraman. Buyurtmachi nima? U bajaruvchi savol beradi. Hurmatli nomzod, to'g'ri e'tiroz bo'lyapti haqiqatdan. Achchiqlanmaydi hozir. Achchiqlanyapsiz, lekin to'g'ri aytilyapti. Ustoz, baribir bu kishi e'tirozlar to'g'ri. Yo'q. Yana boshqa hech kimda boshqa savol yo'qmi? Hech kimda boshqa savol bo'lsa, agar tugatamiz. Sizga rahmat. rahmat. ishtirokingiz uchun shaxsiy profilingizga Kabinetimizga xabar beriladi. E'tiroz yo'qmi? Komissiyaga, savollarga rahmat.